deydi. Bu qizni hayotda ko'rmagansizlar. Tabiiy go'zal deydi. Rahmat. O'ylayapman lekin issiq o'ldirayotgan darajada ishonasizlarmi? O'ldirayotgan darajada. Telefonim man odamman. Telefonim bir temir bo'gay. Shu qizib ketyapti. Ro'mol bilan chiroy, rahmat. Tabiiy ajina deydi. Manmi? Yo'q. Ro'mol bilan chiroy. Bu qizni faqat chiroyli emas, xolos bir ko'rish niyatim bor shu qizni deydi. Yaxshi niyat qilavering, ko'rasiz. Niyatingizga tingloqim deydi. Bu qiz faqat tili chiroyli emas dedim deydi. Ha, tilim chiroyli emas. Xamircham shunday zo'r bo'ldi. Sizni sevsak bo'ladimi deydi. Planim bilan birga sevsangiz bo'ladi. Sizni sevish qimmatga tushayotgan deb tashab keting. Chest bo'lsa mayli deydi. Unaqa narsa hozir deyarli yo'q. Qolmadi yo'q. Nima demadi? Nik shunaqa. Hello. Kaygela. Sevishmasdan oldin qanday tashlab ketib bo'ladi deydi. O'shani yo'lini qilyapsizmi? Chest ekan, nikagan. Yipilasasiz. Turmushga chiqmagansiz yo'q. Sevdik deydi. Aldamang. Yolg'onni Xudo o'zi kechirsin deb ayting. Salom jondan. Tanishidik. To'g'ri yozishni o'rganib keling, Ismoil. Kim sizni ona tili ustozisiz? Turmushga chiqasizmi? Qayerdansiz? Chiqmayman. Nima astag'firulloh deyotgan bo'lsangiz ekan. Ro'mollar yarashibdi deydi. Salom. 5 minutga ham bormaydi-ku maxitto deydi. Nima qilayman? Chanqog'im bosishim kerak. Shuning uchun 2 ta maxitto, bitta limonad oldim. Limonad? Nima deydi? Sprite limonad debman. O'shaning uchun 2 ta maxitto, bitta Sprite pulini chiqarish kerak o'rtoqlar. Bittang ham qistir qilmayapsan, ketdim. Kechdim, hammangni oq qildim.
Kelinglar qani. Ro'mol yarashibdi, chiroyli. Qizlarga hamma narsa yarashaveradi. Rahmat. Telefonni qo'yardi hozir. Menga unaqa bo'ladi. Ruxshon, menda begor talab bo'libdi. Necha ming odamga privet deb yozib ketgan. Ha. Anavi bot yozadi, bot. Vedущийlarda odatda bot bo'lar. Men ham shu narsani tushunmayotgandim. Menga bitgan privet, kuning qalay? Nimalar qilyapsan? Bir nima. Mana shunaqa SMSlar bitgan borib yotibdi menni. Keyin shuni bilsam, o'zi boti bo'lar ekan, shunaqa yozgan. Tuxumbarak xamiri qanday qilinadi esimdan chiqib ketdi. Ha, bo'ldi, esimga tushdi. O'lsin botim o'shada. Salomga alik oling, men darish ketay. Va alaykum salom. Bek aka! Bek, bu yoqqa king. Urotlarga ham yozavergan deydi. Odam ayirmaydi bot. Bek aka, sizgacha meni alladingiz. Onasini ko'rsin, siz meni alladingiz. Allandim. Gullar qizni alladingizlar. Yoshlar qizni alladingizlar, yo. Aldangan qiz. Mana qilsam ekan. Oldin suv qiyin, tuz qiyin, un va aralashdi. Yo'q, xamir qilib bo'lganman. Xamir qilishni o'rgatyapti. Yozmadingizmi, nima qiladinglar? Siz bir og'iz ko'ngil uchun yozing deb yozganingizda yozardim. Men o'zimdan qanaqa qilib yozaman? O'zim aka siz gapiruvdingiz deb yoza olmayman. Ay! Voy! Yomon qotib qoldim. Bek aka, shetdamisiz? Yo'q, siz shetdamisiz, bek aka? Xo'p, yozaman. Bo'ling, yozing. Bo'ling, yozing aka. Kulmang aka. Kulmang, xafa qilib odamni. Un olay, un. Voy Xudoyim, o'zingga shukr. Mana o'tirishimga e'tibor qilmaysiz, ya'ni, конечно, komfortimni tanlab o'tirishim kerak. Sovchi kelyaptimi? Yo'q. O'zim yaxshi ko'raman shu ovqatni, o'shaning uchun qilaman, ish qiyin bo'lsa ham. Yozdim, javobi kelsa aytaman deydilar. Siz unaqa deb yozmang-da, aka. Men kutgan gapni yozmayapsiz. Aytmaysizmi? Yozmaysizmi?
Non qilmayapman. Hammani oldida. O'sha hammani oldida aytmayapman-ku. Sanib qaraysiz. Sizni sevib qoldim. Yo'q. Qo'ysangizchi. Va alaykum assalom. Qalaysiz? Xamir mushlayapman, non emasda. Javob kutaman deydilar. Конечно boradi javob. Zerikmang. Keyin vash xafaman sizdan. Nagilar atpiska qilyapsiz, ha? Ko'tim bilan sezganman, qarang, o'zi hech qachon kimdir meni atpiska qilsa sezmayman-da. Mana shu bola atpiska qilsa sezib o'tiribman-da. Va alaykum assalom, qalaysiz? Assalomu alaykum. To'xtanglar, men telefonimni bu tomonga qo'yay-da, xamir yoyishimga xalaqit beryapti.